Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilar. Onu til bilgen kişinin izzetin kılgım kilar. Onu tilni ağzıdın altın verip algım kilar. Onu tilni ağzıdın altın verip algım kilar. Slide bilan qilib buni ma'voliqi shaklda bir ilmiy shaklda qilishga qarab baxsam bu bizning bala zerikidek uni o'qiyamaydi u narsalarni sizlarga o'xshash. Shunga buni biraz shaklini bir erkin suhbat shaklda qilayli deb o'yladim. Shunga bir nima qilmayli bek ya'ni sizlarni hali nimaga qaratib, ekran qaratib, hali o'zimga qaratib shunmay, o'zimga qaratay, mangli qaranglar. Shu bu ekranni ishlatmadim. Shunga buni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Bundan 2013 yılı ana til günü Perşembe günü idi. O Perşembe günde biz Qashqarda muşundaq bir sorun hazırlab ana til gününü hatırlagandik. O yerda bizning qadrli birodarlarimiz, ağaynlarimiz, ustozlarimiz ve qarindoshlarimiz yig'ilib nihoyatda ko'ngilli bir faoliyat bo'lgan. Bizga u tarafı Korla, bu tarafı Atosh qatorliq bizning viloyatlarimizdan ota-onalar, do'stlar, birodarlar, mushundaq kichik bolalar yig'ilib ona til kunini xotirlagan. U 2014-yili ona til kuni juma kuni edi. Men u kuni qamoqda edim. Uni xotirlayolmadik. 2015-yili ona til kuni Qashqarda bo'ldi. Uni mi xotirlayolmadik. Men Qashqarda uydan chiqmay o'tirdim. Uydan chiqish fursat bo'lmadi. Uyda hatırladık, hiç kim bilen görüşemey. Ondan bu 2016 yılı Allah nasip kılıp İstanbul'da şu sahnede muşundaq qarindoshlarımızdan yig'ilishi bilan ona til kunini hatırladık. Hem de bu 2016 yılı bo'ldi. Biz har qaysinglar bilan nihoyatda erkin, qo'rqinch, tahdid, din xoli bir erkin ozoda sharoitda ona tilni xotirlayapmiz. Lekin şunu unutmayman ki men davamlıq hem qarindoshlarimiz şunu unutmaslik kerak ki bizning qarindoshlarimiz bu kundan mahrum. Ana tilini mening ana tilim deb xotirlashdan mahrum ve ular turli qiyin qistoqlar va turli azoblarga mahkum. Men ularga ko'nglimdan duo qilaman, sizlarning ham duo qilishinglarni orzu qilaman. Endi bizningki so'zlamoqchi bo'lgan nutqimizningki mavzusi aile ve ana til mavzusi. Endi bir oldi bilan bir odamni nima odam qiladi? Bir odamningki bir muvaffaqiyatli bir inson, qutuqli bir ota ve layoqatli bir ona bo'lishida nima asos o'rin turadi deb buni tahlil qilsak, 3 jihatdan tahlil qildik ekanmiz. Birisi aile, ikkinchisi maktab, üçüncüsü cemiyet. Bir adamni üç amil adam kıldık ya. Mektep, aile ve cemiyet. Endi bu bizning o'qigan bo'lsanglar, Erkin Sidiq akimizning bir kitobi chiqdi. Natijelik Uyg'urlar deb. Natijelik Uyg'urlarda 37 xatolashmasam, natija qozongan Uyg'urlarningki ish faoliyatlarini tunishtirgan. Men buni bir tafsiliy nima qilib chiqdim, qarab chiqdim. Mushu 37 kishining ichida ota-onasidan faxrlanmaydigan odamni ko'mdim. Ailesini tilg'anmaganni ko'mdim. Ya'ni bularning ko'pinchisi nima qilibdi desa, o'zining ota-onasining o'zining muvaffaqiyatida nihoyatda muhim rol o'ynaganligini tilg'abdi. Endi biz 3 omilning insonningki muvaffaqiyatida bir baxtlik, xushal-xuram, bir utuqliq inson bo'lishida 3 omilning muhim ekanligini tilga oldik. Endi 37 qardoshimiz bizning oramizdan chiqqan nimin tilg'abdi desa, o'zining oilasini tilg'abdi. Ya'ni oilaning muvaffaqiyatida nihoyatda muhim o'rinda turganligini tilg'abdi. Ondan 2014-yili Kansas Universitetining bir tadqiqotchilari tadqiqotni qilibdi. Ya'ni bolalarni 3 ga bo'lingan bolalarningki nimasi bor deymiz, aql koeffitsiyenti, aql bo'linmasi. Shuning asosan 3 xil bolalarni tizib chiqibdi-da, ma'laqi kishkashlik bolalar. Ya'ni kunda natijasi eng to'g'ri bo'lgan bolalar kelsa,
600 söz anlaydigan balla. 600 söz. Ondan yaxshi. Ondan ikkinchisi nima desa, ikkinchi turkumdagi balla kunda 1200 söz anglaydi ekan. Üçüncü turkumdagi balla 2100 söz anglaydi ekan. Buning ichida kunda 2100 söz anglaydigan balla eng natijasi yaxshi ekanda, maktabdagi eng utuqliq balla ekan. 600 söz anglaydigan ballaninki natijasi eng tuvan ekan. Biz bu yerda nima qaytib kelamiz desa, oilada siz balangizga jiq gap qilib bersangiz, jiq aloqa qilib bersangiz, balangizning uyida söz anglash ehtimolligi yuqori bo'lsa, u balaning maktabdagi natijasi yuqori bo'ldi ekan, aql bo'limisi yuqori bo'ldi ekan. Endi biz buningda demoqchi bo'lganimiz nima desa, heliqi 37 qarindishimiz degandek oilaninki muhimligi masalasi. Endi bir orada diqqat qilgan bo'lsanglar, shu bir 2015-yildan boshlab nihoyat katta bir munozara bo'ldi Uyg'ur jamiyatida. O'qituvchilar bolalarni usi bo'lamdi, bo'lmamdi degan to'g'risida. Men bir narsa yozdim bu to'g'risida. Tayoqlash kerakmi? Tortiqlashmi degan temada. Hem tortiqlash degan mukofotlash degan gap, ilhom berish degan gap, tayoqlash degan gap, urush degan gap endi. Bu yer demoqchi bo'lganimiz bolalarni urush degan masalani talash tortish qiladigan masala emas asli. Bu biz hozirgi jamiyatda bolalarni uramdiq, umamdiq deganni talash tortish qilmaymiz. Qandoq qilib bolalarni tarbiyalaymiz degan talash tortish qilamiz. Ya'ni bolalarni urush qonun xilop, insoniylik xilop, urush, xo'rlash, zulm insoniylik xilop. Biz zolim bo'lsak bo'lmaydi. Biz uyda bolamizga zolim bo'lsak, ko'chadagi soqchiga mazlum bo'lamiz. Bolamizmi cho'ng bo'lsa, xalqlarga mazlum bo'ldi. Xalqlarning zulmiga uchraydi. Uyda zulmiga uchirmagan, erkin ozoda o'zining deganlarini deb, qilganlarini qilib, o'zining huquqini uyda qo'g'diy olgan bola, ondan jamiyatda xalqning oldida o'zini qo'g'diy oladi. Uyda tayoq yegan bola xalqning tayoq yeyishini normal deb qaraydi. Hem o'zining tayoq yeyishini normal deb qaraydi. O'zining zulmga uchrashini normal deb qaraydi. Endi bundaq normallikning oldini olish uchun qanday qilamiz desa, heliq oilada tayoqlashning o'rniga gap qilamiz, gap. Ya'ni balamiz qancha jiq gap anglasa, balaning aqliy qobiliyati shuncha taraqqiy qildi ekan. Heliq 3 darajaga bo'ldik-ku biz. Shu piti bo'ldi ekan. Agar bu heliq masalaninki tayoqlash usuli qanday usul desa, oson hal qilish usuli. Masalan, balamiz bir narsani talashdi. Testek bir narsa alsak jim o'tirdi. Eng oddiy usul, ham qanday usul, eng qo'pol, eng yovvoyi, eng badiiy usulda u. Balani urish. Ha balla, sizning us bo'lmaydi, ha? Qat'iy bo'lmaydi. Ya bu inson bu jannatga qo'liq bo'ladi, jannat buraydigan bolalar bu. Bu bularni uramda. Hamda biz tilning muhimligini qana ta'kidlayapmiz. Desa, oiladagi til degan chaqda. Dal bolalarni biz gap bilan qoyil qilib gap bilan cho'ng qilsak, bolamizning oilada anglaydigan so'zi yo'q bo'lsa, u bolalar aqlli qoldi ekan. Aksicha biz bolalarni gap bilan qoyil qilolmay, tayoq bilan ursak, u bolaning aqliy bo'lmisi to'lab ketadi ekan. Ya'ni aqliy bo'lmisi o'zgarmaydi ekanda. Endi inson tabiiy mushtaq tanlash qilish kelgan chaqda qaysi ilmiy emas, qaysi foydali emas degan turusda tanlaymiz yani. Biz aniq foydali bo'lgan omil, ya'ni gap bilan qoyil qilsak, bolalarning aql taraqqiyoti yaxshilangan bo'lsa, psixik taraqqiyoti yaxshilangan bo'lsa, biz buni tanlamay, eng oson, eng qo'pol usul, din iborat urush usuli. Chunki bu urush eng oddiy usul amaliyotda. Ya'ni bolani qoyil qilish uchun o'tirib sabr ketadi. Uningga bilim ketadi. Kichik bolani qanday tarbiyalaymiz, qanday o'rgatamiz, nima desa, nima deymiz, kitob o'qish to'g'ri keldi. Urush qilishga hech bilim ketmaydi. Şuna dünyada biz hazır dünya ta'kidlayotgani dialog ta'kidlanadi. Nima? O'xshamagan kishilar, o'xshamagan madaniyatlar orasida dialog ta'kidlanadi dunyoda. Endi biz bu oiladagi masalada oiladagi dialogni bolalar bilan so'z orqali qilsak, bolamizninki aqliy taraqqiyotiga yaxshi bo'ladi. Ammo dunyoning madaniylik, insonparvarlik yuzlanishiga biz uyg'un kelgan bo'ldi ekanmiz. Ondan yana bir masala oiladagi til masalasida mundaq bir xato bir yuzlanish va xato bir qarash va men buni bir qancha qatim Amerikadami bolalar uchun tilga olgan. Ham vatanda shunday qarash bor.
Bolalarni uyda qat'iy bo'lak tilda so'zlatmaymiz deydigan. Bu to'g'ri. Lekin bu ne bir o'yilib baqish kerak. Masalan, bunda bir misolni olaylik. Mening bolam maktabdan qaytib keldi. Mening oldidan so'raydigan savolim, bolam bugun xush bo'ldingizmi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, bolam bugun nima o'rganib oldingiz menga deb bering. Bu ikkinchi savolim. Ya'ni birinchi xush bo'lish kerak bola. Maktab cho'qim xush bo'lib qaytib kelish kerak. Bu birinchi savol. Bola maktabdan mayus, g'amkin kelmaslik kerak. Ikkinchi savol, bola maktabda o'rganib olganini ota-onasi o'rgatib qo'yish kerak. Men deyman, bolam men Turkiyaning maktablarida o'qib boqmagan, Turkiyaning darsini o'qimayman, menga o'rgatib qo'ygan. Nima o'rgatdi senga? Deganni so'raymiz-da. So'rgan ekan, bola hayajonlanib so'zlab berdi. Endi qaysi til so'zlaydi? Turk so'zlaydi. Ben qo'pib uni, bolam sen uyda Uyg'urcha gap qil, turk gap qilma desam, o gapni deb bermaydi. Chunki maktab nima tugan darsini turk tugandi. Maktabda turk tugansa, men uni Uyg'urcha deb bersam adolatsizlik bo'ldi bu. Uni turk maktabga berib, keyin bolam dars o'qigan darsingni menga Uyg'urcha deb ber desam adolatsizlik bo'ldi bolaga. Ha bo'pti. Turk butun deb anglab bo'lgandan keyin, bu darsni men o'qigan bolam. Lekin Uyg'urcha manda aytib buni. Ashtan hammasining Uyg'urchasi manda bo'ldi. Degani deb ber. Endi biz balımız maktabdan qaytib kelsa, qaytib kelib biz o'zining o'ylaganlarini, xushalliqlarini deb bergis keldi. Buni balam sen uyda turk yaqinma, yoki ingliz yaqinma, yoki rus yaqinma desak, u ko'ngildikin deyanmaydi. Deyanmagandan keyin uning bilan bo'lgan bizning suhbatimiz amalga oshmaydi. Biz abiyam degandek, bu suhbat amalga oshma degan gap, uyda til qo'llanma degan gap. Til qo'llanma degan gap tushunish amalga oshma degan gap. Tushunish amalga oshmasa biz shu tayoqqa majbur bo'lamiz. Ya'ni yumshoq vosita umlashmagandan keyin qattiq vositaga majbur bo'lib qoldik chiqdi. Shunga bu yerdagi masala oldin qaytdim men bu 2014-yilda deyman. Shu Uyg'ur akademiyasining nimani filmini ko'rib baqdim. Ko'rib baqqandimda shu ota-onaning da'vat qildi, uyda qat'iy Uyg'ur so'zlatish kerak. To'g'ri, men buni hech qanday xato demadim. Lekin buniki buni amalga oshirishda usullarga diqqat qilish kerak. Ya'ni bolalarni butunlay sen o'zining xushalliqlarini bayon qilolmaydigan emas, xushalliqlarini, natijalarini turkcha bayon qilib bo'lgandan keyin, to'xtabdi. Endi buning Uyg'urchasi mandaqdi. degan deb bersak, shu ma'noda bola birsi o'zining ko'ngildagini bizga devaladi. Xushalliqlarini, maktabdagi kechirmashlarini devaladi. Ikkinchisi nima desa, biz orqali Uyg'urcha o'rganib oldi. Ondan masalan bu maktablarda o'qiyotgan darslar va shu darslarning masalan matematik, fizik, kimyo, u deymiz. Biz bularni insonningki o'rganishda mana bir narsa bo'ldi ekan. İnson barobarlik ichida bir narsa o'rganolmaydi. Barobarsizlik ichida bir narsa o'rganolmaydi. Masalan deyli, biz bir insonni kamsib turib, sen mendan to'van, sen mendan bilimsiz, sen mendan ojiz deb turib uni birim o'rganmaymiz ham o'rganmaymiz. Uni hamda balaninki maktabdan qaytib kelgandan keyin o'zining bilimini ota-onaga o'rgatib qo'ygani, ota-ona bilan barobarlik erishgani. Ota-onaning ustoziga aylanigani. Dunyoda insonning shunday bir narsa bor. Hamma insonning o'zini qadrligisi keldi. Hamma insonning o'zininki bildig'ini haqi deb bergisi keldi. Endi bolamizning bizga deb bergani, bolam men bilmaydi ekanman deb o'tirib anglasak bir xil tushuntirib qo'ydi. Voy sen bilgan, men bilmayman o'qigan desak, albatta u narsani qayta deb berish ehtimolligi yo'q. Uni ishidan chiqartma deb bermaydi. Endi shuning uchun qancha bilsakmi, yaxshi, pek yaxshi deding deb butun anglab bo'lgandan keyin ana Uyg'urchasini. Bolam menmi o'qigan maktabda. Bizga manda o'rgatgan-ku buningki. Sizlarga manda o'rgatdi ekan. Masalan, nimada? Bu Turkiyada biz o'qigan chog'da tabiat darsimiz bor desanglar bo'lsa. Yaxshi dars o tabiat darsi. Bu Turkiyada uning ismi fen bilgisi ekan. Emlet o'xshash chiqmaz bunlari. Biz endi tabiat darsida o'rganganlarimizni eslab baqsak, bu bolalarimiz fen bilgisida shuni o'rgangan turibdi. Fen bilgisi dersini deb berso'ng qaytib maktabdan kelgandan keyin biz o'zimizningki tabiat darsi o'rganganlarimiz ularga deb beraylik. Shu orqali qanday qilamiz? Aloqa. Shu orqali aloqa quramiz. Endi bu orqali ham nima qilamiz? Tilga o'tish maqsadiga yetamiz. Nimani? Uyg'ur tilini. Shunga uyda Uyg'urcha so'zlatish, o'zi mutlaq Uyg'urcha so'zlatish ona tilini qo'g'dab qolishdagi eng yaxshi usul degan gap to'g'ri, lekin biroz buning ichiga texnika, pam, usulni qo'shishga to'g'ri keldi. Agar buni biz shu paytda qabul qilsak, cho'qim mushtaq qilmasak bo'lmaydi desak, menda bir masala chiqdi. Men buni nima tekshirib baqqan. Bizning vatanda bu
Nimada o'qigan bolalar, hangi maktabda o'qigan bola nima keldi ekanda, bir kesil bor, mo'ng bo'lib qoldi bolalar. Nima ish mo'ng bo'lib qoldi desa, maktabda o'rganganlarini ota-onasiga deb bermaydi. Chunki deb bersa, u tilni tushunmaydi ota-onasi. Bu birsi. Ondan ma'lisiga deb bermaydi. Chunki ma'lis hammasi Uyg'ur, deyishning zaruriyati yo'q. Unda bo'lgandan keyin u bola bildigan narsani ishga solishga to'g'ri keldi. İçiga sal deganga tashqi ifodalama degan kamso'z mo'ng bo'lib qoldi degan. Bu nimada balkim burunqi zamonlarda kamso'zlik, mo'ng bo'lish yaxshi axloq sanalgan bo'lg'aydi. Lekin hozir o'zgardi. Hozir bu jahonda biz bilganlarimizni deb turmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Chunki bu dunyoda insoniy aloqa burunqi qaraganda qo'yiqlashdi. Biz nurg'un narsani og'zimiz bilan deydigan bo'ldik. Nerdan xizmat etsak qanday qildi hozir? Intervyu deb muloqot oldi. Muloqotda gapimizni ishonchlik, xotirjam, to'liq deb bermasak, xizmat tepishimizni dalsiga uchraydi. Shu bizning bolamizning chet elda qildigan muhim ishlarning birisi, mushu diqqat qilsanglar bo'ldi, turk bolalar televizorga chiqarib qo'ysak, jang so'zlaydi. Bizning bolalarimiz tortinchoq. Men bugun uchratdim. Mening bir og'aynimning bolasini shunday qilib gap qildiraman, dalsiga keyin o'tib oldi. Ya bunda bo'lmasa kerak. Bu gap qilish yaxshi, o'zini ifodalash yaxshi, sahnaga chiqish yaxshi. Bu bizni hech kim bulunga yaratmagan. Hech kim bulung puchqoqqa, ojiz o'ringa yaratmagan. Biz hammamiz inson bo'lish ustimizdan barobar yaratilganda, unda bo'lgandan keyin bolamiz barobar yo'sinda paranglashishni boshqalar bilan, barobar yo'sinda ko'ngillikni ifodalashni o'rganish kerak. Buni o'rganishning bazasini oila. Oilada barobar ota-onasi bilan paranglashib nim qilgan bola, ondan jamiyatda xalq bilan barobar paranglasha oladi. Shunga oilada bu Uyg'ur so'zlashish masalasini biraz texnik, biraz usulga diqqat qilib buning nimasini o'zgartirish kerak. Bu qoidani biraz o'zgartirish kerak. Ondan bu oilada til masalasida mundaq bir nim bo'ldi hamda. Ota-onalarni bilan bolalarninki parang temasi bo'libmi yosh cho'ng'aygandan keyin ozlab ketdi qaranglar. Sizlar diqqat qilib baxsanglar bo'ldi. Bolamiz cho'ng'aygan siri biz bilan paranglashamasa qoldi. Şu mening bir ağaynam kelib başladıydı. Bu balla benim balllarımni ko'rib, sening ballaring yaxshi ekan, mushu balla 14-15 kirgandan keyin sening emasdan ko'p qoldi ekan. Adamga avazliq tepirdim bo'ldiga. Mushtaq ish ko'rsa yaxshi ekan, o'moq ekan, o'yin top mundaq qilsam bo'ldi ekan. Bu cho'ng'on bo'lmaydi ekan. Asli cho'ng'ondan bo'ladi. Nima ish bo'lmaydi ya kelib qolgan desa, kichikdan boshlab shu ballar bilan obdan parang temisi tepishqa bir tirishmagan masalamdi. Masalan, bu bolalarimiz vatandan o'xshash, miyada o'xshash bir masala bor. Bolamiz bo'lak bir xil ma'rifda, biz bo'lak bir xil ma'rifni qilamiz. Masalan, vatanda bolalar bo'lak bir tildagi ma'rifda o'qiydi. Turkiyada, mayli Yevropada bolalar yana bir xil bo'lak bir tilda o'qiydi. Unda bo'lgandan keyin bo'lak bir tilda o'qidi degan gap, masalan deymiz, bu bo'lak bir xil tarixni o'rgandi. Bo'lak bir xil tarixni, bo'lak bir xil ideyani o'rgandi. Bo'lak bir xil axloqni o'rgandi. Hamda biz bo'lak bir xil ma'rifning mahsuli, bo'lak bir xil tilda o'qigan ma'rifning mahsuli. Bunda bo'lgandan keyin ikki xil ma'rifda, ikki xil tilda tarbiyalangan odamninki ikki xil psixikasi bo'ladi, ikki xil mijozi bo'ladi. Buni oldi bilan birinchi qildigan ish e'tirof qilish kerak. Ya bu men vatanda o'qigan, mening ma'rif ahvolim meyadan meyaga yetdi. Bolam Turkiyada yoki Yevropada o'qidi, uning ma'rifi meninkidan farqli. Ma'rif farqli degan gap, buni men kompyuter bo'yicha tushundirsak, qalliq qo'shilgan sistem farqli degan gap. U farqli ishlaydi. Masalan, bu Windows qo'shilgan kompyuter bilan birisi olma qo'shilgan Mac qo'shilgan kompyuterda bu ikkisi bir-birini qo'llamaydi. Unda bo'lgandan keyin biz bu yerda mushu masalaning oldini olish uchun oilada qanday qilmasa, kichikdan boshlab bolalar bilan parang temisini tepishga tirishishimizda. Parang temis tepilmasa, axir paranglаш qilmaydi. Masalan, buning usullari nima bo'ldi desa, uyda ma'lum kun yoki ma'lum vaqtni bekitib, biz qancha nima qilmasaqmi, shu kuni bir Uyg'urcha kitob yoki bir Uyg'urcha kino yoki bir Uyg'urcha etotni ko'rish masalasi. Masalan, deyli bir hozir bu to'rda YouTube'da bu intayin yaxshi hamdi. Nurg'un kinolar bor. Hamda men ba'zilarga bu tashabbus qilib baxtim desam, bu kinoning mazmuni sog'lom emaskin deydi. Sağlam emas bo'lsa bu texmi yaxshi. Bolalarga shu orqali nima o'rgatamiz? Sog'lomlikning nimaligini o'rgatamiz biz. Aql ishlatsak,
yomon narsadan nima qilamiz? Ibrat qilamiz. Yaxshi narsani-chu ulgu olamiz. Yaxshidan o'rnak olamiz, yomonni ibrat qilamiz. Qara bolam manda qildi ekan. Asli bu xatoti. To'g'risi ma'vudi. To'g'ri bo'lsa-chu, bolam manda qildi ekan, qara manda qilsa yaxshi bo'ldi ekan. Şoň bu yerda uning mazmuniga tanqidiy nazarda qarab, uni qo'ldan berib qo'ysak, shu orqali Uyg'urcha o'rganish fursatidan mahrum qo'ygan bo'lamiz. Şoň ma'lum kunni bekitib, shu kunda ma'lum film, ma'lum kitob, ma'lum xabar haqida bir parang temisi chiqarsak, buni uzoq mezgil davomlashtirsak, bolalar o'zininki birsi bizning oldimizda ko'z qarashlarini ifodalaydigan bo'ldi. Dadama to'g'ri, ma xato degan narsani. Yana birsi Uyg'urcha diyalaydigan bo'ldi. Mening bolam bir kuz maktab mashina oldida deydi, mening 7 turlik haqqim bor. Sen buning aralashamaysan, deydi. Turib ketib qancha haqqing bor bolam sanab baqqin menga. Qancha haqqing bor sanab baqqin. Desam 5ni sanab berdi. 2ni o'rganib kel maktab ko'rib. Men sen 10 qilib beray yoki. Sening haqqing buni nima jiq amaliyotda? 7-dinchi. Men haqqingni ozurlik qilsa texi. Sening haqqing bekchiq. Maktab ara 7ni o'gitibdi. Sen men qolgan 5ni o'gitib kel. Endi unda qilmay, "Voy, sening haqqing bormi? Men seni beqib atgan tursam, mening yo'qmi ki haqqim?" desam bo'lamda, bo'lmaydi. Nima ish qilsa bolalar qoshында cho'ng bo'lish kerak. Mening haqqim bor dada. Ma to'g'rimi bu? Bu bizgimi deyamiz, haqqında deyalaydi. O'zining haqqini bizning oldimizda qo'g'diyamasa, bizning oldimizda ifodalayamasa, qanday haqqini olib qo'g'diyalaydi bu? Qo'g'diyolmaydi-da. Shunga bolalarga bu fursat bersak, parang temisimi shu fursat jarayonida amalga oshadi. Bu chiqadi uning nimasi. Ondan bu yana bir masala endi ona til deydi ekanmiz, bu haqiqatan ona tilkan, onalarning tili ekan. Bizning bu masalada mavu bir 2014-yil bir tadqiqot natijasi e'lon qilinibdi. Pew tadqiqot o'rnagandan keyin Amerikada menda bir nima bo'pti? Bir tadqiqot qilinibdi. Ya'ni ayol 2 xil dinda bo'lganlarninki bolalar qaysi dinni tanlaydi degan temasida. Buningda 48% bola onning dinini tanlaydi ekan. 28% bola dadning dinini tanlaydi ekan. Bu bizga nimani tushuntirdi desa, ona til haqiqatan onlarning tili ekan. Endi ona navada Uyg'urcha so'zlab bersa, onaning Uyg'urchasi yaxshi bo'lsa, bolaning Uyg'urchasi yaxshi bo'ldi ekan. Endi onaning Uyg'urchasi ojiz bo'lsa, tuvan bo'lsa, bolaning Uyg'urchasi tabiiyla mashinaga loyiq tuvan bo'ldi ekan. Ya'ni onaning rolini davatimiz bu yerda. Endi bir masala ma'rifni o'qituvchilarga o'tkazib beradigan mundaq bir nima bor, bir ahvol bor. Endi buning nimasida har xil o'zimizningki nima qilayotgan taraflarimiz bor, masalan, qiyinchiliklarimiz bor, yetishmasliklarimiz bor. Buning konkret sharoitlarimizning yorib beradiganlari bor, yorib bermaydiganlari bor. Lekin masalada endi biz bolamizni maktab ma'rifiga tashlab berdik degan gap bolalarning tilini maktabning tiliga tashlab berdik deganlik bo'ldi. Shunga uyda bolalarningki ma'rifiga ega bo'lish degan so'z, masalan, men shuningga ishinaman, bizning bu mening ayolim mashta qildi, bolamga darsni Uyg'urcha tushuntirib qo'ydi. Avlam kitobini o'qib, turish kitobini kin Uyg'urcha tushuntirib qo'ydi. Shuni da amaliyotda bolalar u narsani biz yaxshi tushuna olsak, bolam yaxshi tushuntira oladi. Endi bu yerda bu ona tildagi onalarningki majburiyat nima bo'lib degan sal ig'rob qildi ekan. Chunki otalar ko'pincha sirtda bo'ldi ekanmiz yoki o'zimizningki sirtlik ishlarimizdan bo'ldi ekanmiz yoki ijtimoiy mas'uliyatlarimiz bu milliy burchlarimizdan bo'lib keldi ekanmiz. Onalar buningga qurbon berdi ekan. Endi qanday qilamiz? Ona til bo'lgandan keyin onalarning men texmi buningda bir tashabbuskor bo'lishini, buningga o'zining vaqtini chiqarishini, buni bolalar bilan mushu ona tilda dialog qilishga, ona tilda aloqa qilishga ko'proq kuchishini umid qilaman. Bu yerda biz shu ona til deymiz, shu ona vatan deymiz. Biz onalarga yana bir qatim mishadin shu bir chaqiriqni qilamiz. Bolalarningki ona tilini saqlab qilishda sizlarning rolinglarga hech narsa teng kelmaydi. Shu men bu birinchi ona til darslarimni onamga taqdim qilay degandim, uni qilolmay qoldim. Bu bizning bu nimalarda dаңлық yozuvchilarimizning hammasi mundaq bir gap boshlaydi gibi boshlasa, siz qandaq bo'lib yozuvchilik kirib qolgan desa, mening onam cho'chakchi edi. To'xtmay menga hikoya cho'chak aytib berdi deydi endi. Biz sizlarni har biringlarni, har bir onani
har bir mushadagi bola farzand cho'qim bir qitim har biringlarga rahmat aytamiz, har biringlarni muvaffaqiyatimizning uli deb qaraymiz, har biringlarni bizning tunji muallimimiz, tunji yetakchimiz deb qaraymiz. Shu onlarningki men ona tilda bundan keyin hozir ko'rsatayotgan fidokorlikni texmi ko'rsatishni, buning uchun mening ayolimim bor, hammamizning ayollari bor, onalarimizning yana bir qitim shu ona tilni qo'g'dashda bir tashabbuskor o'rinda bo'lib ketishini umid qilaman. Hammanglarga rahmat.